Bu odam ajratish deya olmayman, chunki odam ajratish yaxshi emas. Mani filmda bunaqa xususiyat yo'q, lekin baribir o'qigan bilan o'qimaganni farqi bo'ladi. Lekin eng muhimi biz o'zbeklarda aytiladiki, uqqan kelin bo'lsin deyiladi. O'qish nima degani? U hayotdan tajriba olish, ko'rib o'rganish, fahm farosatni ishlatish, ko'rib ko'zi pishgan va tez qaror qabul qilib, insonlarga yoqadigan vaziyatlarda yoqimli lutf-karam ko'rsatish deb o'ylayman. So'zimdan ayb qidirishni hojati yo'q. Lutf-karam ko'rsatish bu xizmatkor bo'lish emas. Albatta, har bir insonda o'zgalarga yoqimli bo'lish ishtiyoqi bo'ladi, kelinlarda ayniqsa. Endi o'qigan deganimiz oliy ma'lumotlilar albatta ko'proq ma'lumotga ega bo'ladiki, ular o'z farzand tarbiyasida ilmli, bilimli yondashadi degan fikr bor. Garchi oliy ma'lumoti bo'lmagan, o'sha qo'shtirnoq ichida o'qimagan kelinlarni ham uqqanlari, zehni o'tkirlari, ilmga oshnolari juda ham ko'p. Yana bir ajib tomoni, ular hunarmand bo'lsalar, yana ham yaxshi. Hech narsani eplolmaydigan, hech narsaga qiziqmaydigan kelinlar bu nafaqat shu oila uchun, balki farzandlari uchun ham besamar onalar qatorida bo'ladi deb o'ylayman. Mani fikrlarim bilan tanishdingiz, sizni fikrlaringiz qanday? Sizni ham tanishlaringizda o'qigan kelinlar bilan o'qimagan kelinlarni farqini kuzatgan bo'lsangiz kerak. Fikrlaringizni kutib qolaman azizim, omon bo'ling.